Yoqimli ko'rinishi bilan mazasi yodda qolarli lola somsa retseptini albatta o'zingizga saqlab qo'ying. Hali bu somsalarni tayyorlab juda ko'p duolar olasiz inshaalloh. Ishimizni pesochniy xamir tayyorlab olishdan boshlaymiz. Buning uchun elangan un bilan sariyog'ni kroshka qilib olamiz. Ketidan razrahnitel, tuz, qaymoq va tuxumni solib yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirga yengil harakatlar bilan ishlov beramiz va tayyor bo'lgan xamirni 20 ta zuvalaga bo'lib 15 yoki 20 daqiqa morozinlikda qoldiramiz. Bu orada eng mazali nachinka uchun mayin to'g'ralgan piyoz, qiyma, tuz, murch, paprika, zira va turli ziravorlarni solib, o'simlik yog'ini qo'shib, aralashtirib nachinkasini tayyorlab qo'yamiz. So'ng xamirni morozinlikdan olib, un sepmagan holda yupqa va kattaroq qilib yoyib olamiz. O'rtasidan kesib, bir tomoniga osh qoshiq to'la nachinka solamiz va xuddi konus shaklida o'rab olamiz. Ana endi yaxshilab tugib, ustiga tuxum surtamiz va kunjut sepamiz. Oldindan 180 gradusda qizib turgan duxovkada 35 yoki 40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Xamir og'izda shundoqqina erib ketadigan bu somsa eng yaxshi ko'rganingizga aylanadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.